Assalomu alaykum. Bugungi sotiladigan uyimiz Andijon Sharqon yo'nalishida. Ya'ni mehmon 2 oshxona yoki orqamdagi masjidda oldidan chap qo'lga, ya'ni Vahimga kirganda 1 kilometr atrofida joylashgan. Bu xonadonimizni mahalla tarafga qaragan tarafi, ikkinchi eshigi esa bu tarafda. Bu taraf esa tupik. Uyimiz oldidan shuni qariqlar ham o'tgan ekan. Bu tarafda uyimizning kichik eshigi joylashgan. Bu xonadonimizga kirish. Bu xonadonimizni umumiy yer maydoni 7 sotik va 7 xonadan iborat. Bu xonadonimiz ichida oqar suv ham o'tgan. Bu esa orqa tomonga o'tib ketish. Va bu yerda unga 2,5 podalimiz ham bor. Bu xonadonimizga kirish. Birinchi xonamiz bu rom, ya'ni 1060 ga 350. Kirishda o'ng qo'ldagi birinchi xonamiz 360 ga 5. Kirishda ro'parada ikkita xonamiz joylashgan va ikkalasidan ham orqa tomonga o'tsa bo'ladi. Birinchi xona bu oshxona, ya'ni 350 ga 390. Va ichkarida joylashgan keyingi joyimiz esa 340 ga 495 va bu joydan ham orqa tomonga o'tish bor. Va bu joyda ham ikkita xonamiz bor, ya'ni bu xonamiz 355 ga 4. Va ichkaridagi xonamiz esa 6 ga 3,5 holatda. Kirishda chap qo'l ro'paradagi joyimiz 360 ga 5. Bu ikkala eshik orqa tomonga binoning ichidan chiqish. Bu ikkalasi esa sanuzel. Bu yoqda esa 160 ga 170 hojatxona. Bu yoqda esa 290 ga 170. Joyga ikkita xona solingan. Bu joyimizda suv va svet bor, lekin gaz yo'q. Hozirgi kunda bu joyimizga $59 ming narx so'ralyapti. Agar joy sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, quyida egasining nomerini qoldiramiz. Xotirjam aloqaga chiqib savdolashishingiz mumkin. Rahmat.